2026-yilda qanaqa joy namozi tanlash kerak? Elektron joy namozlari haqida gaplashamiz bugun. Ko'plab, minglab joy namoz sotgan holda bitta joy namoz tavsiya qilaman sizlarga. Mana shu joy namozni, Bushro joy namozini tavsiya qilaman. Sababi nima? Joy namoz juda ko'p. Buni sotish uchun aytmayapman. Buni soddaligi, harakatlarni ko'rsatib turishi, keyin soddalik deganimda har bittasi mana alohida, azon alohida, bomdod namozini tushuntirish alohida, sunnati alohida, peshina anaqasi alohida, nima deydi? Farzi alohida. Hamma namozlar shunaqa. Ko'rishingiz mumkin. Hozir men sizga buni ko'rsataman. Bu tepada harakatlarni ko'rsatadi. Bu knopka orqali yoqishingiz mumkin. Bu orqali to'xtatib, keyin yana davom ettirishingiz mumkin. Bunda ovozni baland past qilishingiz. Bunda esa Qur'on eshitishingiz mumkin. Qur'ondan qisqa suralar bor. O'shani namozdan tashqari holatlarda yodlashingiz mumkin. Bu yerda bomdod namozi, azon bor. Azon bossangiz azon o'qiydi. Bu yerda bomdod namozi tushuntirgan. Bunda 2 rakat sunnati, 2 rakat farzi. Bunda peshin namoz. Peshin namozi ham shunaqa. Oldingi 4 rakat sunnat, keyingi 4 rakat farz, 2 rakat sunnat, keyin mana asr namozini o'zi tushuntiradi, keyin asr bossangiz o'qiydi bu. Knopkasi, masalan uchun shomda bosasiz, shom o'qiyapsiz. Mana buni tekstil yana boshqa namozga o'tib ketadi-ku, shuning uchun bunda bosib qo'ysangiz bloklanadi. Ustiga chiqsangiz ham hech narsa qilmaydi. Bu tillarni o'zgartirish mumkin. 5 ta til bor. Bizda o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, rus tillar bor. O'shani qilishingiz mumkin. Bundan keyin ayol erkak ovozda o'qiydi. Mana shunda bossangiz ayol, bossangiz erkak o'tadi. Bunda duolar bor, arabcha duolar. Yodlashingiz mumkin. Bunda shom namozi ham shunaqa, mana 3 rakat farzi, 2 rakat sunnati alohida. Keyin mana xufton bor. Xufton namozi ham shunaqa. 4 rakat farzi, 2 rakat sunnat alohida. Keyin mana vitr bor, vitr vojib ham bor. Bundan tashqari mana ko'rishingiz mumkin. Tahajjud namozi, qazo namozi, musofir namozlari ham, namozdan, farz namozlardan tashqari namozlar ham qo'shilgan. Qulayliklar bo'lishi uchun shuni tavsiya qilaman. Yoshi katta onaxon, otaxonlar, yodlolmayotganlarga shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, 5-6 yillik tajribamdan kelib chiqib, 4 yillik deylik, 5-6 emas, 4 yillik tajribamdan kelib chiqib, mana shu joyni tavsiya qilaman. 90 870 2138 raqamlariga Telegram orqali murojaat qilsangiz, rasmlarni tashlab, batafsil ma'lumot berib yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, komment kutaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videomiz nima haqida bo'lsin. Sog' bo'ling.